Migrenning o'zi davosi bormi? Necha yoshgacha davom etadi? Yoki yildan yilga kuchayib boraveradimi? Yoki bo'lmasam hozirgi uning eng zamonaviy usullari, davolash usullari qanaqa? Bugun sizlar bilan shu savollarga javob berib o'tamiz. Bundan 5 yoki 6 yil oldin agar doktorga borsangiz va sizga migren tashxisi qo'yilsa, bemorlarga sizga migren kasalligi, sizda endi bu darddan qutula olmaysiz, bu surunkali, shunchaki og'riq qoldiruvchi ichib yurasiz, endi chidaysiz degan javob olar edik. Hozirgi kunda esa vaziyat mutlaqo boshqacha, chunki migrenning yangicha usullar, davolash usullari chiqqan. To'g'ri, migren 50-55 yoshgacha davom etadigan kasallik hisoblanadi. Lekin agar unga to'g'ri yondashib va to'g'ri lecheniya qilinsa, bemor og'riqlarsiz yoki bo'lmasa minimal og'riqlar bilan hayot kechirishi mumkin. Migrenni qanday davolaymiz? Migrenning davolashni hozir 2 guruhga bo'lamiz. Ya'ni birinchisi xuruj paytidagi qilinadigan yordam, ya'ni lecheniya va xurujlar aro, ya'ni profilaktikasi uchun, ya'ni migren xurujlarini kamaytirish uchun, migren og'riqlarini kuchini kamaytirish uchun, intensivligini kamaytirish uchun qilinadigan davosi haqida gaplashamiz. Birinchisi bu xuruj paytida, ya'ni bosh og'rib turgan paytida qilinadigan davo muolajalari. Bularga любой og'riq qoldiruvchi ichish mumkin. Agar bemorda misol uchun nima og'riq qoldiruvchi bo'lsa, nima NPVS, ya'ni nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalari, qanday og'riq qoldiruvchi dori vositasi bo'lmasin, ichish kerak. Migrenda o'zi oltin qoida bor. Ya'ni qancha migrenda bosh og'riq dorisini qancha oldin ichsangiz, shuncha yaxshi ta'sir qiladi. Ya'ni bosh og'riq bo'lgandan keyin ancha-muncha dori ta'sir qilmay qoladi. Shuning uchun qancha vaqtda boshlanish paytida ichsangiz, shuncha ta'sir yaxshi bo'ladi. Xo'p, любой NPVSlar ichish mumkin. Endi imенно qaysiligini aytib o'tish shart emas. Любой og'riq qoldiruvchi dori. Ikkinchisi bu triptan guruhlari. Ya'ni bularga o'sha migren, rizaptan, ya'ni triptan guruhlariga kiruvchi dorilar. Uchinchisi bu juda qolmasa bu glukokortikosteroidlar ham qilinishi mumkin. Va ko'ngillanishi, agar qusishlar bo'lsa, ko'ngillanishga qarshi dori yoki tabletkalari berilishi mumkin. Bular xuruj paytida, ya'ni bosh og'riq turgan paytida og'riqni qoldirish uchun qilinadigan muolaja. Bu migrenni tubdan o'zgartirmaydi. Ya'ni bu faqat og'riq qoldirish uchun, ya'ni migrenni lecheniya qilmaydi. Bu faqat og'riq qoldirishga yordam beradigan davo hisoblanadi. Endi bo'lsa migren profilaktikasi haqida gaplashamiz. Ya'ni migren profilaktikasi nima? Bu migren og'riq xurujlarini kamaytirish, uni minimalga tushirish va og'riq intensivligini tushirish. Buni migren profilaktikasi deb ataladi. Migren profilaktikasida hozirgi kunda eng zo'r usullardan biri bu botulinoterapiya. Botulinoterapiya nima? Bu botulin proteinini boshning bir necha tochkalariga, teri ostiga mikroshpritslar orqali yuborish. Bu usul Yevropada ham, Amerikada ham, Rossiyada ham bir necha yillardan beri ishlatilib kelinadi. O'ta yaxshi, samarali, og'riqlarni 50% dan 90% gacha kamaytiradi, og'riq intensivligini ham 90% gacha kamaytiradi. Mutlaqo xavfsiz, 2 yoshdan tortib to 90 yoshgacha bemalol qilsa bo'ladi bu protsedurani. Gormonal fonga yoki bo'lmasam oshqozon ichak traktiga hech qanday ta'siri yo'q. Bu usulni biz bir necha yildan beri qo'llab kelyapmiz va yaxshi natijalarga erishyapmiz. Xo'p, ikkinchisi bu monoklonal antitelalar. Monoklonal antitelalar o'zi maxsus idishda bo'ladi. Shpritslarda, bir martalik shpritslarda, ishlatiluvchi shpritslarda uni bilakdan yoki bo'lsam kindik atrofiga, teri ostiga qilinadi. 1 oyda 1 marta olinadi. Har bir oyda olib turilaveradi 6 oy davomida. Bular ham migren xurujini kamaytirishda, migren og'riqlari intensivligini pasaytirishda ishlatiladi. Yevropada, Amerikada ham bor. Bu dorilar ham isbotlangan turlarga kiradi. Uchinchisi bu ayrim dori guruhlari, ya'ni antikonvulsantlar, antidepressantlar. Agar bu dori vositalarini ham muntazam ravishda bir necha oy ichib borilsa, bemorda o'sha migrenoz xurujlar bir necha foizga kamayadi. Migren bu chidab yashaydigan kasallik emas endi. Endi uni zamonaviy usullari bor. Bemor og'riqsiz yoki minimal og'riqlar bilan hayot kechirishi mumkin.
Agar video yoqqan bo'lsa, videoni like bosing, kanalimga obuna bo'ling va videoni boshi ko'p og'riy turgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.